Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Qiyomat kuni banda tunji bo'lib hisobga tortiladigan amal namozdir. Agar bandaning namozi to'liq bo'lsa, uningga to'liq savob yoziladi. Agar namozi kam chiqsa, Alloh taolo o'zi yaxshi bilib turgan taqdirdimi farishtalarga bandamning nafli namozlari bormi, uningga qaranglar deydi. Ondan boshqa amallardimi mushkil shaklda hisob elinadi. Suyuti Jami'us Sagir, Albani Sahih Jami'us Sagir, sahih hadis.